Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamik o'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, bugungi hozir qo'yib beradigan videoyim. Bu video ancha oldin chiqqan, lekin bu videoni qo'yishimdan sabab va maqsad aytmoqchimanki, hozirgi vaqtlarda noshukr ayollar ko'payib borayotgani, erini kamchiligini gapirib, erini kamchiligini ko'chaga chiqib olib chiqib, erini mensimasdan, erini har xil holatda kamsitadigan ayollar, noshukr ayollar eshitsin va ko'pchilikka bir o'rnak bo'lsin degan maqsadda men bu videoni qo'yib ko'rsatyapman. Avvalambor Shavkat Zulfiqor akani juda ko'pchilik taniydi, juda ko'pchilik biladi. Men o'zim ham bu akani ancha yillardan beri taniyman. 24 soatlik, 1 sutkalik xayriya e'lon qiladi va mana shu 24 soat ichida juda ko'p insonlarni og'irini yengil qilgan insondan biri. Xullas do'stlar, kelinglarga videoni qo'yib beraman, videoni ko'rasizlar va undan keyin sizlar bilan ozroq bo'lsa-da qisqacha gaplashib o'tamiz. Marhamat. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan ayol Andijondan ekan. Toshkent City'ga vatan qo'shig'imizni klipini olgani bordim. Shunda shu ayol mana shu uzun marketda ishlayapti. Undan tashqari bolasiga ovqat olib yediryapti. Meni savol qiynadi. Nimaga aynan bu bolasi bilan birgalikda yuribdi? Borib keyin so'radim. Siz qayerdansiz? Men Andijondan. Farzandlaridan nechta? 3 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'isi? Turmush o'rtog'im vafot etgan. Nima muammo qiynayapti? Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, bolalaringiz yetimlik holatida ekan, uy joy bo'yicha harakat qilsa, yo'q. O'z bitta qizman, ota-onam bilan hozir yashayapman. Ikkita farzandimni ota-onam qarayapti. Men bolalarimni maktab kelajagi uchun keyin o'zim bir ish boshlamoqchiman, shunga pul yig'ishim kerak. Va qancha pul yig'ishingiz kerak? 3 million. Qachon keldingiz Toshkentga? Mart oyida kelganman. Desa, martda kelganman. Mart, aprel, may, iyun, 4 oy bo'ladi. Qancha yig'dingiz desam, shu yeb-ichimdan uyga jabcha jo'natgandan tashqari 1 million pul yig'dim. Xo'p, 3 million pul bo'lsa ketasizmi dedi. Ha, 3 million qilsam ketaman dedi. Keyin telefon nomerini sekin olib oldim. Ko'pchilik turmuchasi sog' bolalar mana shu velikda shu ovqatlar toshib xizmatlar qilib beradigan Dexda mana shu uzun marketlarda mana shu videom 100 ming like bo'lsa, 200 ming like bo'lsa, mana shu bolaga ustoz qilib beraman yo velik olib beraman degan vajlar bilan chiqadi. Ishlab turgan bolani boqimandalik tayyor qiladi. Qilsangiz mana shunday bevalik holatidagi ayolga qiling. Mana biz hozir 3 million oldik. Shu qo'lga borib beramiz. Mana 3 million. Endi Andijonga borib bolalaringiz oldida bo'ling deymiz. Bundan tashqari har doimgidek naturalmiz qaymoqlari. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Buning ichidagi marojnani olamiz. 10 millionni solamiz. 3 millionni beramizda endi mana bu salqin marojnadan yeb oling deymiz. Ochganda bu yoqni o'zingiz ko'rib maza qilasiz. Qani, ketdik. Siz yaxshimisiz? Qalay bugun xizmatlar qayerga bordingiz? Bugun Oloy bozorda bo'ldik. Ekoparkdan smen oldik. Oloy bozorda menga jo'natib oldi, ashalarda yurdik-da. Bolalaringizni ko'rgani qachon borasiz desam, 3 million pul qo'ysam keyin boraman dedingiz-ku. Shunga bolalaringiz tezroq ko'rib keling deb men sizga 3 million pul olib keldim. Rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Nima qila olmaymiz? Qo'ying. Yo'q, o'zimiz ishlaganimiz yetyapti. Yo'q, unaqa demang, men siz uchun olib keldim. Men chin ko'ngildan, o'sha bolalar uchun, turmush o'rtog'im o'tgan bevaman deganligingiz uchun, boshqa hech bola kerak emas. Sizga marojna olib kelganman, zo'r. Qarab. Deb ko'rasanmi? Rosa shirin marojna. Qani? Qani, ushachi? Pastidan usha mana. Cho'pidan qani? Deb ko'ring-chi endi. Rahmat qilyapsiz. Bu sizga. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin. Pastdan ochiladi. Shunday odammi? Voy olay. Va? Bu marojna emas, buning ichida puli bor ekan. Yo'q-e. Voy, aldabsiz siz meni. Qancha ekan? Voy, juda ko'pakda yuvishingiz. Yo'q. Sizga 10 million mana. Bolalaringizni maktab kelajaklarini ham yo'l qiling. Bizdan sizga.
sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar olsun, qiyomatda shafoat kunida bo'lishingizning beparda ko'rishni, jannatlarda o'tirishlikni, yonida yonma-yon turishlikni, bizga yaxshilik qilayotgan quvonchli barcha insonlarga nasib aylasin. Biz farzandlarimiz ham shularga o'xshagan sahiy bo'ylardan Allohim sizlardan tanchalar olsin. Allohim madadkor bo'lsin. Alloh. Qachon borasiz? Ketamiz endi. Qachon? Bo'lsa ertaga. Bugungi smenamizni tugatib. Borib, men uyga keldimda bolalaringiz bilan rasmga tushib tashlaysiz. Qo'llaringiz sochlarni kamchiligini qilasiz. Rahmat. Ham bola bilan issiqda yurmay kasal qilib qo'ysangiz, bu topib ketgan pullaringizni sarflamay qolasiz. Hozir bilasiz, dori-darmon qimmat bo'lib ketgan. Bitta lichina chiqishiga o'zi 10 million ortiq ketib qoladi. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, haqiqatdan andijonlik bir singlimiz deymizmi, opamiz deymizmi, oilasi, eri o'tib qolgandan keyin 3 ta farzand bilan qolib ketadi va 3 ta farzandni, 2 ta farzandini onasiga tashlaydi, bitta farzandini olib Toshkentga dastavka qilgani ishga ketadi. Va dastavka qilib yurgan vaqtida Xudoni ko'zini qarang, Xudo shunaqa qilib qo'yapti-da, Shavkat Zulfiqorov bilan ro'para qilib qo'yapti. Shu vaqtda Shavkat Zulfiqor buni ko'ryapti-da, farzandiga ham dastavka qilish jarayonida farzandini ham ovqatlantirib, farzandi bilan birga uzun marketda dastavka qilib yurganini ko'rib qoladi va uni u ayolni oldiga borib, u ayoldan bizdan sizga qanaqa yordam kerak deb so'raydi. U ayoldan so'raganda, men qanaqadir rejalari bo'ladi va u rejaga 3 million so'm kerak bo'ladi. Agar 3 million so'mni yig'sa, farzandlarini sog'ingan ekan, yana Andijonga qaytib borib, o'zi farzandlarini oldiga borishligini aytadi. Va xullas bu narsani Shavkat Zulfiqor bajaradi, 3 millionni oladi va marojnini qutisini ichiga 10 million pulni solib qo'yadi. Maqsad nimada? Maqsad o'sha ayolni, beva ayolni og'irini, mushkulini yengil qilish maqsadida u ayolga yordam beriladi. U ayolga so'ralganda, eringiz qayerda deganda, eringiz tashlab ketganmi yo boshqa narsami deganda, men u videoni boshidan ko'rib bordimda, shu o'rtasiga qaradim, menimcha eri tashlab ketgan bo'lsa kerak degan fikrga bordim, lekin men adashgan ekanman, eri tashlab ketmagan ekan, eri olamdan o'tgan ekan. Ayrim qizlarni, ayrim ayollarni ko'ryapmiz, nonshukrlik qilib, ko'chaga chiqib, erini kamchiligini ko'chadagi ayollarga gapirib, erini mensimay, erini aytgan gapini qilmay, erga itoat qilmaydigan ana shunaqa nonshukur ayollar bor. Eri bugun ishlamay kelsa, nimaga ishlamadingiz, nimaga pul topmadingiz degan ayollar bor. Mana shunaqa nonshukur ayollar eshitsin, nonshukur ayollar ko'rsin, ozroq bo'lsa-da ayollar o'ziga bir xulosa qilsin. Ayol bilan erkakni har doim bir qilib qo'ymagan. Qachondir baribir Alloh taolo qachon kerak bo'lsa, o'sha vaqtda jonini oladi. Omonatimizga xaridor kelsa, omonatni hech qachon biz bermay qolmasdan ilojimiz yo'q. Alloh bergan bu jonni, bu tanni Alloh taolo oladi qachondir. Lekin qisqa vaqtda bo'lsa-da, iloji boricha men nima demoqchiman? Oilasida mana shunaqa urush bo'layotgan, oilasida janjal bo'layotgan yoki bo'lmasa erini kamchiligini gapirib, erini kamchiligini ushlab olib, ko'chadagi ayollarga chiqib gapirib, eri borma degan joyga boradigan, erini mensimaydigan, eriga baqiradigan ayollar bor, yo'q emas. Bor. Mana shunaqa ayollar eshitib ozroq mana shu ayoldan o'rnak olsin. Mana shu ayol eridan keyin ko'chaga chiqib, yo buzuqlik qilmadi, yo tanasini sotmadi, halol mehnat bilan farzandlarini boqib, mana shu holatgacha yetkazib kelayotgan ekan. Men bu ayolni ko'rib tan berdim. Men bu ayolni O'zbekistonda eng mard ayollardan deb hisoblayman. Erining vafotidan keyin ko'chaga chiqib, biron bir yomon yo'lga bormadi, yo bo'lmasa ko'chaga chiqib, birovni uyiga borib tilanchilik qilmadi, menga pul bering, men qiynalib qoldim demadi. Men bu ayolni bir so'z bilan faqat mard ayoldan biri deb hisoblayman. Hozirgi vaqtlarda erini kamchiligini topib, erini betiga qarab erkakmisan degan ayollarni ham eshityapmiz, ko'ryapmiz. Nonshukur ayollar yo'q emas, bor. Biz hech qachon yo'q deb inkor qila olmaymiz. Nonshukur ayollar bor. Erini kamchiligini gapiradigan, yo bo'lmasa eri ishlamay qolsa, eri pul topib kelmay qolsa, erini betiga qarab, turing, ishlang, turing, boring, turing, manaqa qiling deydigan ayollar bor. Yoki bo'lmasa eri belgilab qo'ygan masofa, belgilab qo'yilgan vaqt, yo bo'lmasa bormadigan joyiga, ayol kishi shunaqa ayollarni ko'ryapman, eri bormadigan joyga nonshukur ayollar erni gapini qilmay borib kelyapti. Yo bo'lmasa eridan ertalab so'raydi, eriga men mana shu joyga yo palonchi joyga borib kelsam bo'ladimi dedi, ishdan ketishi oldi. Eri ishga ketishi oldi. Eri yo'q, bormaysan dedi, lekin er ishga ketgandan keyin erim ko'rib turib, deb yugurib borib keladigan ayollar, nonshukur ayollar bor.
Chunki go'yoki er ko'rmaydi. Shuni bilingki, er qo'ymagan joyga siz borib keladigan bo'lsangiz, farishtalar o'sha joyga borib to qaytib kelgunizcha la'nat o'qiydi. Payg'ambarimiz Meroj kechasida osmonga ko'tarilganda do'zaxda juda ko'p ayollarni ko'rgan. Shunda so'raganda, nima sababdan do'zaxda ayollar ko'p deb so'raganda, ayollar noshukr bo'ladi. Qarg'aydi, tili bilan ozor beradi odamlarga, tili bilan eriga ozor beradi, tili bilan qaynotasiga ozor beradi, noshukrlik qiladi deyilgan. Agar ayol kishi erini itoatida bo'lib, eri chizgan chiziqdan chiqmasa, eri borma degan joyga bormasa, eri kiyinma degan narsani kiymasa, o'ylaymanki, u eng yaxshi musulmon ayollardan biri deb hisoblayman. Sababiki hech qachon baxt boylikda emas, baxt oddiylikda. Baxtni his qilgan odam his qiladi, baxt his qilmagan his qilmaydi. Ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda, internetlarda yoshlarni ko'ryapmiz, ota-ona tarbiyasi yo'qligini ko'ryapmiz. Sababi ota-ona qizga tarbiya bera olmayapti. Juda ko'p blogerlarni ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, ko'chalarda yurib qizlarga mahrga nima so'raysa, gelik so'raydi, mahrga nima so'raysa, samolyot so'raydi. Lekin o'zi otasi minmagan samolyotlarni so'raydigan qizlar bor. Bu nimadan? Bu tarbiyasizlikdan. Chunki ota-ona tarbiya bermayapti. Qizga tarbiya bermagandan keyin ko'chaga chiqib tegayotgan eridan gelik so'raydi, yo samolyot so'raydi. Hokazo narsalarni so'rayapti. Bu nimadan kelib chiqadi? Bilingki, bu narsa tarbiyasizlikdan. Tarbiya yo'qligidan. Chunki xonadonda o'sha muhitda tarbiya bo'lmagan. Agar tarbiya bo'lganda bu narsalar kelib chiqmaydi. Ajrimlar nimadan kelib chiqyapti? Ajrimlar mana shunaqa erini mensimaslikdan, eri borma degan joyga borishlikdan, eri qilma degan narsani qilishlikdan, erim ko'rmayaptiki, men borib kelsam bo'laveradi, naqib kelsam bo'laveradi degan narsalardan oila buzilib ketyapti. Juda ko'plar hozir oilani yengil bilyapti. Men shunaqa ayollarni bilaman. Noshukr ayollar bor, hammasi emas, ayrim qavs ishda noshukr ayollar bor, erini mensimasdan eriga baqirayotgan ayollar bor. Eri ishga borma deydi, lekin ishga borib kelib, charchab kelib, erini choyini, ovqatini qilib bermayotgan ayollar bor. Erini kamsitib yuradigan ayollar bor. Erini kamchiligini olib, ko'chaga chiqib, begona ayollardan, begona bir qizlarga yo begona ayollarga, begona bir o'ziga begona bo'lgan qo'shnilarga chiqib, erini kamchiligini aytayotgan ayollar ham bor. Yo'q emas, bor. Bularni faqat bir so'z bilan noshukr desa bo'ladi. Noshukrlik bu. Agar shukr qilgan ayol bo'lsa, mana shunaqa ayol bo'ladi. Erini o'limidan keyin ham ko'chaga chiqib, birovning uyiga borib sadaqa so'ramagan. Birovning uyiga borib pul ber demagan. Yo bo'lmasa ko'chaga chiqib, ishlamayapman-da deb tanasini sotib buzuqlikka o'tmagan. Halol mehnat qilib farzandlarimni boqay deb shu ayol Andijondan Toshkentga kelib ishlagan. Men bu ayolni chiqib ijtimoiy tarmoqlarda chiqarishimdan maqsad ko'pchilikka o'rnak bo'lsin. Ko'pchilikka bir nima desam, noshukr ayollarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda men bu videoni qilib chiqyapman. Mana shunaqa bugunlik kunidan noliydigan ayollar, erini kamchiligidan noliydigan ayollar eshitsin. Baxt hech qachon pulda emas. Pul hech qachon baxt olib kelmaydi. Baxt faqat oddiylikda. Siz oilangiz bilan chiroyli yashang, mana shu sizning baxtingiz. Bugun pulingiz bor-u, oilangizga kirsa har kuni urush janjal bo'layotgan bo'lsa, u baxt emas u. Yarimta non yesangiz ham farzandlaringizni, eringizni atrofida chiroyli bo'lib o'tirib, yaxshi ayol bo'lib, musulmon ayol bo'lib, ertaga oxiratda jannatga erim bilan kiraman deydigan ayol erni kamchiligini даже o'zini onasiga ham aytish mumkin emas. Shariatda taqiqlab qo'yibdi. Ayol kishi erini kamchiligini, xonadonidagi bo'layotgan kamchiligini ko'chaga chiqib aytishlik taqiqlab qo'yilgan. Shariatda aytilganki, ayol kishi xonadonida bo'layotgan holatlarni, xonadonida bo'layotgan narsalarni ko'chaga chiqarib, yo bo'lmasa o'zini ota-onasiga aytishligi ham noto'g'ri. Xonadonda bo'lgan o'sha muammo, hamma narsa o'sha joyda ko'milish kerak. Hozirgi vaqtda xonadon o'sha bir oilada janjal chiqib qolsa, yo bo'lmasa eri ayolini so'ksa, yo bir narsa holat bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi shuni hammasini bunday yig'adida, ko'chaga olib chiqadida, begona bir ayollarga, begona bir o'zini
qo'shinlarga chiqib gapirib beradi. Meni erim manaqa qildi, meni erim manaqa qildi, erim bilan kecha urushdik, erim bilan manaqa qildik. Shunaqa holatlarni ko'ryapmiz. Bu nonshukrlikdan iborat emasmi? Ayol kishi erining sirini yashiradi. Ko'chaga chiqib oshkor qilmaydi. Bugungi kunda xonadonidan noliydigan, eridan noliydigan, o'zini yashashidan noliydigan ayollarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda men bu video roliklarni qilib chiqdim. Oilada erkak kishi bosh bo'ladi. Oilada agar erkak kishi bosh bo'lmadimi, bilingki u xonadonni Xudo urdi. Xudo urdi degan xonadon ana shu bo'ladi. Ayol kishi bosh bo'lgan xonadon, u xonadon hech qachon yaxshi xonadon emas. U Xudo urgan xonadon bo'ladi. Agar bilingki o'sha xonadonda erkakning obro'yi bo'lsa, erkakning hurmat izzati bo'lsa, ayol kishi erini mana bunday qilib qo'lida ko'tarib, hurmatini joyiga qo'yib, begona ayollardan qizg'onadigan, yo'masa erini kamchiligini olib chiqib ko'chaga aytmaydigan ayol bo'ladigan bo'lsa, bu eng jannatiy ayol bu. Mana shu narsani so'rab qolgan bo'lardim. Juda ko'p onalarimiz farzandlariga tarbiya beradi. Tarbiyani berishda adashmas kerak. Yoshlikda olingan bilim toshga uyib yozgan singaridir deb bekorga aytib qo'yilmagan. Toshga uyilib yozilgan naqsh singaridir deyilgan. Demoqchimanki, yoshligidan farzandga chiroyli tarbiya bersiz, agar siz tarbiyani chiroyli bersiz, birovning xonadoniga borayotgan qiz bo'ladigan bo'lsa, birovning xonadonidan olayotgan kelin bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha hurmatga qarab, hurmat izzat bo'ladi, ota-onasini bergan maslahati bilan. Xullas, o'ylaymanki, bu video juda ko'pchilikka bir dars bo'ldi, o'rnak bo'ldi. Juda ko'pchilik o'ylaymanki, mana shu videodan keyin o'ziga bir xulosa chiqaradi degan umiddaman. Avvalambor hammamizga Allohim hidoyat bersin, aql bersin. Aynan ayollarimizga imkon qadar erlarini sirlarini ko'chaga chiqib aytishlikdan, erni arzimagan bir xatolaridan bahona topib, erni mensimaslikni to'xtatish kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda sudlarda ajrimlar juda ko'payib boryapti. Ajrimning sabablari ham xuddi mana shu bo'lyapti. Sababiki er nimaga kerak? Bir narsani esdan chiqarmang. Er qiyomat kuni kerak bo'ladi. Qiyomat kuni er so'raladi. Ayoldan ham, erkakdan ham qiyomat kuni erdan ayoli haqida, ayolidan eri haqida so'raladi. Er qachon kerak? Er qiyomat kuni kerak bo'ladi. Qiyomat kuni so'ralasiz bitta-bitta. Hurmatli ayollar, hurmatli qizlar, shu narsani esdan chiqarmanglar. Bilingki, sizning xonadoningizda erkak bosh bo'lgan bo'lsa, biling siz jannatiy bo'lasiz. Ayol kishining jannatga kirishi juda oson. Do'zaxga kirishi ham oson. Jannatga kirish uchun eringizni itoatidan chiqmang, eringiz bormaydigan joyga bormang, eringiz kiyinmaydigan narsani kiymang, eringiz qilmaydigan narsani qilmang. Siz eng baxtli ayolsiz. Jannatiy ayolsiz. Eri bilan birga jannatga kiraman degan ayol erini hech qachon kamchiligini ko'chaga chiqarmaydi. Erini kamchiligini betiga solmaydi. Erini behurmat qilmaydi. Xullas, o'ylaymanki, bu video juda ko'pchilikka manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiko'z kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari, Jamiko'z kanalida obuna bo'lmagan bo'lsanglar, Jamiko'z kanaliga o'tib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa sizlarga yaxshi videolardan, xalqqa bir manfaatli, xalqqa o'rnak bo'ladigan videolarni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Sizlar bilan Jamiko'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.